Assalomu alaykum aziz va qadrli obunachilar va YouTube ishqibozlari. Ancha bo'ldi sizlar bilan ko'rishmaganimizga. Assalomu alaykum. Charchamagina ro'za Ramazon oylarida yuribsizlarmi? Mana bugun xudo olsa inshaalloh sizlarga original Germaniya standarti asosida ishlagan Aren fermamizning 7 ot kuchligi va 7 ga 9 modellari va 9 modellari va 17 ot kuchligini obzorini qilib o'tamiz. Inshaalloh xudo olsa inshaalloh sizlarga polnik hammasini batafsil tushuntirib boraman va yana sizlarga bu Aren fermasining kuchli taraflarini va motoblok ishlatayotganda qayerlarga e'tibor berishingiz kerak, shu joylarni sizlarga tushuntirib o'tamiz xalqim. Bo'lmasam xalqimiz boshladik. Bu Aren fermamizning 7 ot kuchligi bemalol ko'rishingiz mumkin. Juda baquvvat ishlangan 7 ot kuchli hisoblanadi. Oddiy motobloklardan baquvvat tarafi bu Aren fermamizning blok qismlari ancha qalin ishlangan bo'ladi va yana tepasidan tushish qismlarini ko'rsangiz ancha baquvvat ishlangan blok qismlari bo'ladi. Blok qismlari baquvvat motoblok, ham ko'rganlaringizdek ham o'zining strik kodlari bilan urilgan motoblok va yana bitta plus jihati Aren motoblogimizni bemalol kelib ko'raverasizlar, motorini o'zida anchagina Aren deb yozib qo'ygan, bemalol ko'raverasizlar. Aren deb yozilgan joylari 170 motor ham strik kodlari berilgan motoblok hisoblanadi. Bu motoblokda ishlash prinsipini shatib ko'rgan insonlar yaxshi bilishadi, chunki sifat jihatdan ancha aqlli bo'lgan motoblok hisoblanadi. 7 ot kuchlilarning ichidan eng baquvvati bo'lgan Aren motoblogi Vema bilan konkurentga birma-bir Vema bilan ishlab beradigan motoblok hisoblanadi. Chunki ishlatib ko'rgan odamlar bilishadi, 5 yildan 3 yildan 5 yilgacha ochmay ishlatadigan motoblok hisoblanadi. Yana skors jihatlari bemalol ko'rishingiz mumkin. Skorslari tushishi juda yengil va juda baquvvat ishlangan. Bu yosh bola ham eplab jihozsiz eplashi mumkin. O'chirib yoqish qismlari xavfsizlik jihatdan juda zo'r qilingan. Ushlaysiz, mobodo qo'lingizdan chiqib ketgan taqdirda ham motorni o'chirish uchun ishlangan. Ham gaz troslarini e'tibor berasizlar, ancha baquvvat va bitta narsasiga e'tibor beringlar. Gaz trosda qachon ko'rgansizlar o'zini nomerlari bilan qo'yilganini, haqiqiy fermaning molligi hisoblanadi. Shuning uchun nomerlari bilan ham baquvvat gaz tros qo'yilgan bo'ladi. Chunki haqiqiy fermaning molida gaz troslarni bemalol e'tibor berishingiz mumkin. Bozorda sotuvdagi gaz troslardan ancha aqlli va baquvvat gaz tros bo'ladi. Shunisiga e'tibor beradigan joylaringiz. Zapchast qismlariga keladigan bo'lsak, motor qismlari hammasi bor. O'zimizda motorlari, seli motorlar sotamiz. Motor qismlari, blok qismlari seli sotiladi, sotuvda bor. Endi buni komplekt dastalarida nimalari bor uka deyishingiz mumkin. Komplekt dastalarida original motobloklarda hattoki yaponskiy Vema bo'lsa ham, Germaniya standarti asosida ishlangan Aren motobloklarda bo'lsa ham 3 qatordan 6 qator frezer va yana qo'shimchasiga frezerlar bo'linadigan qator bo'ladi. Nima uchun frezerlari buniki bo'linib tushish deganga, agar joyning ichlariga bexijolat yaxshi ish berish uchun. Motoblogimizning balonlari to'rgun balonlar bilan jihozlangan bo'ladi. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Fermaning balonlari mana bemalol ko'rishingiz mumkin. Hozir sizlarga bundan keyingi obzorimiz Vemani qilib o'tganimizda balonlarga ham e'tibor berasizlar. Balonlari bir xilda bo'ladi. Vema motoblogimizning balonlari bilan bir xilda bo'ladi. Bitta zavodda balon kachisi jihatdan bitta zavodda ishlangani o'zi noganda ikkita zavod hisoblanadi, lekin kachisi jihatdan bir xil balon bo'lgani uchun, bir xil motoblok bo'lgani uchun, chunki konkurent bo'ladi degan narsa, konkurentda ishlangan motoblok. Buni narxlari o'zimiz o'tgan yillar 6 million so'm, 5,5 million so'm sotganmiz. Hozirda bu motoblokni ro'za Ramazon oyi uchun aksiyasiga kim yaxshi motoblok olaman, shu motoblokni ishlatishim kerak va ustoga borishim menga hojat yo'q degan aka-ukalarimizga tavsiya qilib qolamiz. Bu motoblogimiz ataga 4 million 500 ming so'mdan tarqatilyapti.
4 million 500 ming so'mga olishingiz mumkin xalqim. Chunki biz buni 1 million 1,5 million so'm kamiga sotyapmiz. Chunki bu narsa o'zi sifat jihatdan ancha aqlli bo'lgan motoblok hisoblanadi. Nima uchun bo'lishi mumkin? Bu motoblokning sifatida sizlarga zig'ircha kam yo'q. Bu motoblok faqatgina ro'za Ramazon oyi uchun skiga Ramazondan keyin avtomatik xohlaysizmi, xohlamaysizmi narxi 5,5 million, 5 million, 5,5 millionga ko'tariladi. Undan farqi yo'q. Shuning uchun sifat jihatdan ancha aqlli bo'lgani uchun sizlarga bir o'zimiz tavsiyamizni beryapmiz. Endi 760likni tushuntirib o'tdik. Mabodo tushunmagan joylaringiz bo'lsa, bemalol kommentariyada telefon qilib so'rashingiz mumkin. Oxirida manzillarini va sizlarga qayerda turishimizni hammasini tushuntirib o'taman. Videoni oxirigacha ko'ring xalqim. Biz bularni sizlarga hammasini sizga qaysi biri kerak bo'lsa, o'shangacha boryapmiz. Hozir mana 7 ga 9, 9, 17 60liklari, salerkalari terilmagan, salerkalarini terib ham xudosi avzorini chiqaramiz. 10, 12 60lik salerkalari ham bor. Endi ko'pchilik bilgan 7 ga 9 modeli hisoblanadi. Endi menimcha ko'pchilik bilib qoldi 7 ga 9 nima degani. 7 ga 9 model degani motor qismi 170 motor bo'ladi. Motor qismi 170 motor bo'ladi. Korobka qismi 15 talik korobka bo'ladi. Chunki nima uchun 7 ga 9 ko'pchilik bilmas ekan, shu narsani men sizga tushuntirib o'tay. 7 ga 9 degani korobka 2 litr 602 litr 800 gram moy ketadigan bo'lsa, og'riqli qismi 170 motor bo'lsa, mana 170 motor, katta qismi 2 litr 800 bo'lsa 7 ga 9 deyiladi. Va yana shunisiga bir narsa o'tib beradi. Ham korobka qismi ancha baquvvat ishlangan bo'ladi. Bu Aren motobloklari Vemaga ham bor, Arenga ham bor, 7 ga 9 modellari. Chunki 7 ga 9 modellarni nima uchun bo'lishidan qat'iy nazar, korobkaga motordan korobka передач berishda ancha baquvvat ishlangan bo'ladi. Shuning uchun korobkalari ancha baquvvat motor bo'ladi. Ham tros qismlari juda zo'r ishlangan troslardan bo'ladi. Va yana troslarni ko'rishingiz mumkin. O'zining ishchilik kodlaridan qo'yilgan troslar hisoblanadi. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Ham baquvvat troslar, narx jihatdan bu motoblogimiz ham 7,5-8 million so'm sotilgan xalqim. Buni ham sizlar uchun aksiya qilib qo'yganmiz. Ataga kelib 6 million 500 mingni xarid qilishingiz mumkin. Endi bu narsani negativga tushunish kerak emas, ko'ngilda toza qilib tushunish kerak. Chunki motoblog olaman degan inson yaxshi birinchi navbatda internetdan, Google'dan izlab ko'rish kerak. Chunki shu motobloglarda tarifi, nimalari, kuchlari qanaqaligini bilinadi. Misol, oddiy motobloglarda yozsangiz Google'lardan chiqmaydi. Shunisiga e'tibor beradigan joylaringiz. Biz shuning uchun sizlarga Aren motobloglarini va Wolf va Vema sizlarga kачественный mollarda sizlarga tavsiya qilib qolamiz. Chunki ozroq narx jihatdan to'g'ri, hamma boshqa motoblog jihatdan sal qimmatroq bo'lishi mumkin. Lekin joyi bor xalqim. Bitta narsani qulog'ingizga olishingiz kerak. 3 million 500 ming so'mlik motoblokni olib, 6 oydan keyin boynagini ochib yopishingizni o'zida 1 million 1,5 million so'm pul sarflab yoki 300 ming 500 ming pul ketar, 3 marta sarflasangiz shu pulni o'zingiz yo'qotib qo'yasizda. Shuning evaziga shunisi bor. Shuning uchun motoblokni yaxshisini oling, o'zingiz bilan o'zingiz uchun bir to'g'ri tanlov qiling. Motoblokning eng zo'ri men sizga aytaman, Aren motoblogi yaxshisi ishlash jarayonida va Wolf va Texa motobloglarni sizlarga tavsiya qilib qolamiz va garantiyali motoblog xalqim. Ishlatgan akalarimiz o'zi yaxshi bilishadi. Biz yomon narsani kelsangiz ham tavsiya qilmaymiz. O'zi optim narxida aytayapmiz. 6 million 500 ming, 4,5 million so'mdan. Bu 7 ga 9 model edi. Balonlari 5 ga 12 bo'ladi. Frezer komplektida frezerlar, original frezerlar qo'shib beriladi. Va endi motorimizning 9 modeli bor. Bemalol ko'rishingiz mumkin. 960lik modeli. Aren Ferman 177 motor bo'ladi. Bemalol ko'rishingiz mumkin.
qo'llari baquvvat ishlangan. Akalar bitta narsani tushuningizlar, motoblok olayotganda bitta jihatiga e'tibor beringizlar, rangi tozaligiga va kачествоga e'tibor beringizlar. Har qanday bunaqa ortiqcha detal va ortiqcha bezak berilmaydi. Bu motobloklar o'zini rangi bilan va o'zini balonlari bilan va o'zini statorlari bilan ajralib turadi. Shuning uchun ancha birinchi navbatda pichoqlariga ko'proq e'tibor beringizlar va yana qo'llariga va yana motor qismlarini bemalol ko'rishingiz mumkin. Shtirik kodlariga e'tibor beringizlar. Motorlarimizda ancha shtirik kodlar qo'yilgan va yana aren deb o'zi yo'q. Chunki bu motoblok sex motoblogi emas, bu zavod motoblok. Zavod motoblok bo'lgandan keyin shu motorni o'zi motor ham ishlab chiqaradi, blok ham ishlab chiqaradi. Shuning uchun garantiya bera oladi o'zini motori. Shuni e'tibor bergan joylarimiz. Bu 900 kishilik hisoblanadi. Buni ataka like, подпискani bosib qo'yasizlar xalqim. 7 million so'mdan kelib olib ketaverasizlar. Free komplektda aytganimizdek frezerlari bo'ladi. Hammasini bloklari quyma blok. Bizlarda oddiy mexanizatsiya bo'lmaydi. Ko'rsatib ham beramiz. Kanalda ichiga kirsangiz bloklarni farqlarini ko'rsatib qo'yganmiz. Va 17 ot kishilik 192 F motorlardan jihozlangan bo'ladi. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Qo'llari juda baquvvat ishlangan, troslari ham juda baquvvat troslardan qo'yilgan. Ko'rishingiz mumkin. Germaniya standarti asoslangan arenda 17 ot kishilikka hisoblanadi. Bo'yna ko'rsatgancha bloklari bir xilda, hammasida frezer komplektatsiyasi bo'ladi. Endi bu narsani sifatlariga qanchalik garantiya javob berasizlar. Bizni aytganimiz 3 yildan 5 yilgacha sizga javob bera olamiz deganimiz. Moyinlarini, benzinlarini o'z vaqtida chiroyli alishtirib turing, xudoga ishlaysiz. Chunki benzinini alishtirsangiz faqat kolsot bo'ladigan bor. Chunki arzon kolsa qo'yiladi. Ustalarga borsangiz, xohlasangiz o'zimizda ham ustalarimiz bor. Nima qilsangiz kelasiz, konsultatsiya olasiz. Xohlagan bittasi ustamiz taklif qiladi, shuni bilan taklif olib ketaverasiz. Muammosi yo'q. Garantiyalarni yozib beramiz. Chunki ustalarimiz qaysi motorlar qanaqaligini bizdan ko'ra ular ham yaxshi bilishadi. Bu 17 ot kishilik motoblogimiz 192 motor, frezerlar komplektida bor. Bloklari quyma bloklar bilan jihozlangan bo'ladi. 7 million 500 mingdan xarid qilishingiz mumkin. Xalqim, men sizlarga blogini ko'rsatishimdan bitta maqsadim просто tak aldanib qolmang bozor bo'yicha. Bozorda mol ko'p, просто sifatiga bor debman-da. Nima uchun sifat jihatdan ancha aqlli desam, mollarda mana bemalol kelaverasizlar. Mana bu jihat to'g'ri turishi mumkin. Mana bu yeri kovog emas, yaxshilab e'tibor berasizlar. Tushuntira oldimmi sizlarga? Mana bu yer kovog emas. Men sizlarga hozir bitta motoblokni ko'rsataman. Mana bemalol kelasizlar. Mana buniki mana ko'rib tursiz, bu kovog. Tushuntira oldimmi? Bu kovog. Bu 17 talikimizniki esa, bu esa selli blok. Yana bitta jihat sizlarga men tushuntirib o'taman. Endi bu to'g'ri, bu aren motoblogini desangiz maqtayapsan deyishingiz mumkin. Vema motoblogini sizlarga men chiroyligina shu orqa qismlarini ko'rsataman. Bu Vema motoblogimiz bo'ladi. Bu Vema motoblogimiz motobloklarning ichida eng baquvvat deb ko'pchilik tanilgan, biladi. Shuning uchun men nima uchun Vema motoblogini sizlarga ko'rsatyapman? Vema motoblogini sifatlari bilan bir xil deb aytdik. Nimaga Vema bilan solishtirmading degan joy uchun. Mana Vema motoblogimiz. Endi Vema motoblogimizda bloklarni ko'ringizlar. Burga ham quyma chiqqan. Birorta teshik joyi, bunaqa kovog joyi yo'q. E'tibor beradigan joylaringiz. Xalqim, kimga yaxshi motoblog olgisi kelsa, garantiyali motoblog olgisi kelsa, manzilimiz Toshkent shahri Arqibloq bozorida joylashgan. Toshkent shahri Arqibloq bozori qayerda deganlarga ipodromdan chiqqanda, vohadan kelganda postga yetmay o'ng qo'lingizda metan zapravkani ro'parasida M39 katta trassani bo'yida telefon qilingizlar, lokatsiyalar talab beriladi. Pastda nomerlar bor, hammasida Telegram bor. Telegram, WhatsApp bo'ladi. Biz ham Telegram, WhatsApplardan
qo'shni davlatlardan bemalol telefon qilsalar bo'ladi. Kargosgacha yetkazib berish bepul. Toshkent shahrida dostavka qilib chiqarib berish bepul. Vohalarga jo'natib yuboramiz. Necha marta jo'natamiz. Jo'natib yo'l pullarini to'lab olishadi. Kelishilgan narxlarda telefon qilasizlar. Like, podpiskani bosib qo'yishni unutmang. Jonlaring sog' bo'lsin.